Aka, buncha qolib ketdingiz? Bo'ldingmi? Yana shu qo'yningizni kiyib oldingizmi? Aytdim-ku sizga yangisini oling deb. Yangisini olmayman. Nega? Chunki ular ham vaqtida yangisini olishmagan. Tushundingmi? Tushundim. Bo'pti. Charchamang. Xo'p. Aka, taksi kerak emasmi? Aka, taksi kerak emasmidi? Alo, Sarnoz opa. Yaxshimisiz? Qo'yningiz tayyor bo'ldi, opajon. Yetadi. LG Watchtower bu nafaqat oddiy mashina, balki aqlli tanlov. U ham kir yuvadi, ham qurita oladi. Sun'iy intellekt mato turini va yuk og'irligini aniqlab, o'zi eng yaxshi yuvish rejimini tanlaydi. Kiyimlaringiz esa o'zining yangi holatini uzoq vaqtgacha saqlab qoladi. Qisqa qilib aytganda, juda to'g'ri tanlov. Kim uchun xarid qilyapsiz? 2, 3. Voy, nima bu? Muncha katta. O'zingiz orzu qilgan LG kir yuvish mashinasi 2 qavatli. 2 qavatli. 2 qavatli ham bo'ladi. Biri yuvadi, ikkinchisi quritadi. Mashallah. Voy, bunaqasini ko'rmagan edim. Rahmat, bolajonlar. Allohga shukr. O'chiraveraymi? O'chiraver. Endi keyingisiga pul yig'ishimiz kerak. Nima ekan u?